Assalomu alaykum, qadrli Biyos Hayot YouTube kanalimizning obunachilari. Bugun sizlarga biologiyaning navbatdagi murakkab masalasi bo'lmish genetik xarita tuzishga oid masalani ishlash usulini ko'rsataman. Buning uchun ekran qarshisiga yaqinroq keling. Demak, bizda sal bu masala murakkab hisoblanadi, lekin shunga qaramay, buni men qo'ldan kelgancha tushuntiraman. Genetik xaritada genlar ketma-ketligini yozib chiqish kerak bo'ladi va mana bu ko'rib turgan birinchi masalamizdagi genlarning orasidagi masofa bular bir-biri bilan to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Men bu masalani odatda kubikka o'xshataman. Kubikda aylantiraversangiz qizilga, yashilga to'g'ri keladi. Qaysi turda yoqqa bu yoqqa qarab aylantirganingizda. Bu ham xuddi shunday. Harflarni qo'yib, genlarni qo'yib chiqasiz. Shunday to'g'ri qo'yib chiqishingiz kerakki, boyagi bir-biridagi masofa to'g'ri chiqish kerak bo'ladi. Lekin bunga qaramay men buni juda ham qisqa usulda tez topish usulini aytaman. Ya'ni biolog jihatdan o'rgataman. O'zim o'ylab topgan va ishlaydigan usulim bo'yicha. Demak, genetik xarita birinchi masalani biz boshladik. Birinchi qoida. Mana bu berilgan masofalardan eng yuqorisini topish kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, alohida metkaga oldim. D bilan R genlar orasidagi eng yuqori marganita hisoblanyapti. Bu 11. Mana buni oddiygina yozib oldim. Mana D bilan R 11 marganita ekan. Ikkinchi qoida. Bizga 3-genni tanlab olasiz. 3-gen 1, 2 va 3-gen mana shu ikkita genlar bilan orasidagi masofani bergan bo'lishi kerak masalada. Masalan, ketma-ketlik bo'yicha S genini olaylik. Birinchisi S kelyapti. S geni D geni bilan masofa berilgan. Endi R geni bilan bergan bo'lsa, demak uni tanlab olamiz. R bilan ham berganmi S'ni? Mana S'ni R bilan ham bergan ekan. Xo'p, S bilan ikkita S genning D geni bilan orasidagi masofa 2 marganita bo'lyapti. Bu tashqarida turishi mumkin yoki ichkarida turishi mumkin. Buni qayerdan bilamiz? Buni R geniga qarab bilamiz. R geni bilan S geni 9 marganita bo'lyapti. O'zi D bilan R ning masofasi 11 marganita bo'lyapti. Agar men S'ni tashqarida qo'ysam, S bilan R aniq ko'rinib turibdiki 9 marganita chiqmaydi. 11, 12, 13 marganita bo'lib ketadigan. Demak, bu xato. S'ni men ichkariga qo'yishim kerak ekan. Shunda taxminan S mana yerda joylashgan bo'lsin. 2 marganita. Bu bilan buni orasida shunda bizga 9 marganitani beradi. 9 marganita. Mana qo'yib oldim. Eng asosiy ishi shu edi. S'ni birinchi o'rinda ikkita eng katta yuqori marganita ikkita genni tanlab oldim. Undan keyin bitta keyingi genni tanlab olganimda har chekkadagi ikkita gen bilan uning masofasini bergan bo'lish kerak edi. Bu S ekan. S'ni men bu yoqqa qo'ysam ham bo'lardi. Agar S'ni bu yerga qo'ysam, qaranglar. 2 11 2 11 keyin R kelyapti. Qo'shganimizda R dan uzoqlashib ketadi. S 13 marganita bo'lib ketadi, to'g'rimi? Mana yerga S qo'ysam 2 bo'ladi-dayin. 2 ga 11 13. Yo'q, bu bilan buni orasida 13. Bu umuman xato bo'ladi. Navbatdagisi P geni bo'lyapti. P ni S bilan berganmi? P ni S bilan beribdi. Va P ni D bilan ham bergan bo'lish kerak. D yoki R bilan bergan bo'lish kerak, lekin bizda D bilan beribdi. Xo'p, P bilan S ning masofasi 8 marganita. Endi qaranglar, shu joyda yanada ham soddalashtiray. Yanada ham soddalashtirsam, odatda hozir menda P geni bo'lyapti. P ni S ga qarab va D ni D ga qarab topaman. Mana ikkita chekkada genlar bor-ku, o'shanga qarab toparaylik. O'shanga qarab, masalan, P geni masalan D ga qarab topamiz. Sababi D chekkada turibdi-ku. Mana bu P ni S ga noqsam o'rtaga kirib ketamizda. O'rtaga kirmaylik. Odatda o'rtaga kirsak bo'lmaydi. O'rtaga kirmay turaylik. D dan P gacha 6 marganita berilyapti. Mayli, kelar ketma-ketlikda topaylik, mayli.
P dan S 8 marganida. Xo'p, P dan S gacha 8 marganida bo'ladigan bo'lsa, bu P ichkarida ham joylashgan bo'lishi mumkin yoki D dan tashqarida ham joylashgan bo'lishi mumkin. Kelinglar ichkarida olaylik. Mana 9 marganida bo'lsa, 8 marganida. Agar S bu tomonida turgan bo'lsa, 8P mana shu yerlarga to'g'ri keladi. Mana shu yerlarga P to'g'ri keladi. Endi agar shu yerga P to'g'ri kelsa, mana S bilan bu 8 marganida bo'lyapti. Lekin D bilan bizga 6 marganida berish kerak. Xo'p, haqiqatan ham P bilan D 6 marganida beradimi? Yo'q, o'zi P bilan S 8 marganida. D ga yana 2 qadam yurish kerak. 9-10 qadam yuraveradimi? Yo'q, bu umuman xato bo'ladi. Demak, bizda ko'rinib turibdiki, P o'z-o'zidan mana bu yerda joylashgan bo'lyapti ekan. Mana bu yerda P. Shunda 6 marganida bo'ladi. Mana haqiqatan 6 ga 2 ni qo'shamiz, 8 marganida bo'ladi. Haqiqatan P S o'rtasida 8 marganida bo'lyapti. P da o'rtasida 6 marganida bo'lyapti. Xo'p, bizda shu edi. Demak, birinchi masalamiz mana shu edi. Demak, endi buni qo'yib tekshirib chiqamiz. Haqiqatan bizga to'g'ri keladimi yoki yo'q? Mana bu xuddi tekshirish hisoblanadi. Xuddi men qanday yozib olgan bo'lsam, mana har bitta orasidagi bo'shliq marganida, ya'ni masofani bildiradi. Xuddi sizlarga ham tavsiya beraman. Xuddi mana shu tariqa bajarishdi. Birinchisi bizda P kelyapti ekan. Xo'p, P bo'ladigan bo'lsa, mana yerga qo'yamiz P ni. Mana P. Undan keyin 6 marganida D bilan 6 mana bo'layotgan bo'lsa 1 2 3 4 5 6. D mana yerda turadi. Undan keyin S 2 marganida. S mana yerda turadi. Keyin 9 marganida R 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mana yerda R turadi. Mana shu bo'lyapti ekan. Mana bizlarning genetik xaritamiz ketma-ketligi P D S R bo'lyapti. Xohlasanglar R S D P qilinglar, teskari qilinglar, hech farqi yo'q. Faqat bizda masala shartda P dan R gacha bo'lgan degani uchun ham men P dan R gacha ketma-ketlikda oldim. Lekin teskari yozsanglar, men sizlarni xato deb ayta olmayman qilgan ishlaringizda. Marganida so'ragani uchun mana 17 marganida bo'lyapti. Demak, P dan R gacha 17 marganida bo'lyapti. P dan R gacha 17 marganida. Xo'p, biz vaqtimizga qaraymiz. 17:15. Bo'ldi. Bizda vaqtimiz sal kamroq qolyapti. Shuning uchun endi ikkinchi masalani men salgina tezlashtirib yuboraman, chunki birinchi masalani amaliy nazariy jihatlarini aytib o'tdim, qanday qoidalarga tushirgan holda ishlashini. Shuni tezlashtirgan variantda ko'rsataman. Lekin ikkinchi masala murakkab, sababi bunda 4 ta gen qatnashgan bo'lsa, bunda 5 ta gen qatnashgan bo'ladi. Bir tomondan bu juda ham oson bo'lib qoldi. Sababi sizlar mana u masalaga, birinchi masalaga tushungan bo'lsangiz, sizlarda o'zi tushuncha, ko'nikma bor, tayyor ishlanish usuli bor, qoida bor. O'sha qoida mana uni juda ham oddiy qilib yuboradi. Birinchi qoidamiz nima edi? Demak, eng ko'p marganidani bilish. Buni bunday qaraymiz, 6 9 10 marganida. Demak, mana 10. S dan E gacha 10 marganida ekan. Keyingisi, shunchaki men buni vaqtni tejash uchun tayyor qilib qo'ygandim. Keyingi holat bo'lyapti. Keyingi gen S va E bilan birgalikda kelish kerak. Masalan, A S bilan kelibdi. A E bilan kelganmi? Ha, E bilan kelgan. Mana. Demak, men bemalol A ni olsam bo'ladi. Xo'p, S bilan A bir marganida beryapti. S bilan A bir marganida. Qaranglar. A tashqarida turishi mumkin, ichkarida turishi mumkin. Biz buni R ga E ga qarab bilamiz. A bilan E o'rtasida 9 marganida bo'lyapti. Demak, agar bu tashqarida tursa, 11 marganida bo'lib ketadi. Demak, bu ichkarida turish kerak bo'lyapti. Mana yerda bu A turadi. A 1 marganida. Bu bilan bu 9 marganida. Mana ko'rdinglar, nima uchun A ni men tashqarida emas, ichkarida qo'yganman. Agar tashqarida bo'lsa, A dan S gacha 1 marganida, S dan
i'gacha 10 marganita. A'dan i'gacha topish uchun 1 ga 10 da 11 marganita bo'lib ketardi. Bu xato bo'lardi. Xo'p, keyingi holatga o'tamiz. Bizda b geni bo'lyapti. Bni ikkita gen bilan bergan. Mana ikkita gen bilan bergan bo'ldi. Bdan i'gacha 6 marganita bo'lyapti. Bdan i'gacha 6 marganita. Demak, mana bu yerda 6 marganita. Xo'p, bu tashqarida turishi mumkin, ichkarida turishi mumkin. Tashqariga yoki ichkariga deb qo'ya olmayman. Sababi meni qobiliyatim yo'q. Oldindan unaqangi pol ochib joyini topayotgan. Faqatgina qoidalarga va amaliy bilimlarimga asoslangan holatda topaman. Xo'p, 6 marganita shu atrofda bo'lishi kerak ekan. Yo bu yoqda turadi. Buni keyingisiga qarab bilamiz. A'dan B'gacha 3 marganita bo'lyapti. Qaranglarda, o'zi A'dan I'gacha 9 marganita bo'lsa, bu boyagi B'miz bu tashqarida turayotgan bo'lsa, A'gacha 1100 kilometr bo'lib ketyapti. Shuning uchun bu ichkarida bo'ladi degani. Demak, A'dan B'gacha 3 marganita. A'dan B'gacha 3 marganita. Xo'p, mana E'dan bu yoqqacha 6 marganita hisoblaganimdan ko'ra, mana undan 3 marganita sal osonroq hisoblanyapti. 3 marganita bo'lsin. Buni nima qilasiz? Bunday qilib qo'yinglar, bizdan nima ketdi? Mana 3 marganita bo'lyapti. Xo'p, ana endi bizda navbatdagisi bo'lyapti. Navbatdagisi D bo'lyapti-da. Bdan Dgacha 2 marganita E bilan berib qo'yibdi. Bdan Dgacha 2 marganita. Xo'p, D bu yerda turishi mumkin yoki bu yerda turishi mumkin. Xo'p, Egacha 4 marganita bo'lyapti. Xo'p, qaranglar. O'zi oldin mana shuni ham meni esimdan chiqib qolyapti. Sizlarda ishlashda eslaysizdan chiqmasin. Bitta genni toplaymi? O'sha genni oldidagi genlar bilan masofasini yozib qo'ysangiz, tez chalg'imaysizlar. Xo'p, mana shu holatda nima bo'lyapti? A'dan I'gacha 9 marganita bo'lsa, A'dan B'gacha 3 marganita, B'dan I'gacha shunda necha marganita qoladi? 6 marganita qoladi. B'dan I'gacha 6 marganita qoladi. Mana. B'dan I'gacha 6 marganita. Bunga bog'liq. Qaranglar. Agar men D'ni A bilan B genlar o'rtasiga qo'ysam, D gen E genidan aniq bir 7 necha 2 marganita bu yoqqa siljitayotgan bo'lsam, E geni rovna 8 marganitaga to'g'ri kelib qoladi. Chunki mana yerda D geni tursa, Bdan D'gacha 2, Bdan Egacha 6 edi. To'g'ridan to'g'ri D'dan Egacha hisoblash uchun 2 ga 6 ni qo'shamiz 8. Bu xato. Demak, u bu yerda turgan 4 marganita. Bdan D'gacha 4 marganita. Demak, mana yerda Bdan D'gacha 2 marganita mana yerda turishi kerak. Udi mana shu yoqqa qo'yaylik. Bu 2 marganita. Mana 2 marganita. Aytdim. Eski bu gen bilan masofasini aniq qo'yinglar. 4 marganita. E'dan D'gacha 4 marganita. Haqiqatan ham bizda umumiy masofa 10 marganita bo'lyapti ekan, genlar ketma-ketligi S. Endi mana unga qo'yamiz. SAB. S bir marganita bor orasida. A, keyin 3 marganita bor. B 1 2 3. B, keyin Bdan D'gacha 2 marganita, Bdan D'gacha 1 2 ikkita sazor tashlaymiz. Bu D, undan keyin 4 ta bor. 1 2 3 4. Mana u E. Mana ko'rib turibsizlar, bizlarda haqiqatan mana 10 marganita chiqdi. Genlar ketmagi haqiqatan bir-biriga to'g'ri keladi. Bu bilan 2 orasi, bu 4 oralig'i, A bilan B oralig'i 1 2 3. A bilan B 3 mi? A bilan B 3. Mana 3 bo'lyapti ekan. Hammasi bir-biriga to'g'ri bo'lyapti. A bilan E 9 marganita bo'lyapti. Haqiqatan A bilan 9 beradimi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mana tekshirib ham oldik. Tekshiruvchi bizga to'ppa-to'g'ri ishlabsiz dedi. Buni sinab ko'rdik mana.
Sizlar bilan mana 3-masalani beraman. Buni ishlanishini sizlar kenlar ketma-ketligini va masofa marganitani, oralig'idagi marganitani kommentariyaga yozib qoldiringlar. Albatta men sizlarga to'g'ri yoki xato ishlaganlaringizni aytib o'taman.